Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Gününe 7-8-10 adam telefon atib turibdi bizlara. Magaziningizga bordik, qarz beraman deb aytadinglar, berilmidi degan nelardim ko'p bo'lib turibdi, e'tirozlar. Ko'pchilik odam bizani do'konda boshqa magazinlarga borib turibdi. Biza qarz beramiz deb aldab chaqirmaymiz-ku. Ko'rgan hollaringizni hammasini nasiya berib turibmiz. Bizani kanaldan gelam olib turgan odamlar ko'p. Bir yazık koyunlar, xudo xolasa ekranda telefon nomerini yazıp kaldıramiz. Bizning do'konimiz Chalish bozor yanida. Adres bo'yicha ham bemalol so'rayverasiz. Boshqa magazinlarga borib, muvazni so'raganingiz bilan hech kim bermaydi. Bizda realniy berib turibmiz. Qarza beramiz deb yolg'ondan chaqiramiz-ku, pul yo'q odamlarni. Videoga bir like bosib bersanglar, men sizlarga bir tushuntirib beraman olish tartiblari, nalarini chiqolisini. Bizda ko'rganlaringizdek banka aralashmaydi. Bizden alıp durgan xaridorlarimizni o'zi biladi. O'zlarimiz bilan kelishsa, har oy do'konimizga olib kelib, holini pulini to'lab ketasizlar. Qaranglar, narxlari bilan bir qatordan surib o'tamiz. Enini 3 uzunligini 4 metr olan gilam. Sifatlari ham zo'r. Bemalol yuvib siqib ishlataverasizlar. Buni bir partiya sotib davom etdik, yana oldirdik. Ko'pchilikka ma'qul oldu. İşi duruşu 480 ming so'm pul oladi. Bir xonangizga ponni yetadi, kishinara xona bo'lsa. Mana qarza olaman desanglar, oylik to'lov 40 ming so'mdan tushadi. Kelib turib, nasiyaga olsanglar ham bo'laveradi. Kelgandan keyin yo'q, biza qarza bermaymiz, yag'anni aytdik, deyishma yo'q. Faqatgina o'zlarimizning do'konga kelasizlar. Ko'pchilik odam boshqa yerlarga boradi, boshqa aytib turibdi, bermaymiz deydi-dan naqpul deb aytib beradi. Shundan sal xatochiliklar bo'lib turibdi. O'yina boradi, ya keyin telefon aytib turibdi. Yay. Videolarımıza habizatini like basыңlar, kanala abone bo'linglar. Qarza g'oli olaman deb yurgan klientlar, danışlarınız bo'ladan bo'lsa, shulara jo'natib qo'yinglar bu videolarimizni. Xudo xolasa sizlar uchun manfaatli, foydali bo'ladi. Ko'pchilik odam bilmaydi ekan, hozircha qarza bizani berishimizni boshqa yerlarga boradi, zalogga oltin berib, boshqa ishlatib, g'oli so'rab birgan odamlar ham ko'p. Bemalol bexijolat do'konimizga kelib turib, eshigilamni qarza 480 olsanglar bo'ladi. Oylik to'lov 40 ming so'mdan tushadi, xudo xolasa. Undan tashqari ipak gilamlarimizdan ham qo'yib beramiz, xudo xolasa. Enini 3 uzunligini 6 metr olan gilam, eng premium kastodagi gilamlarimizdan biri. Videoga like bosasiz, kanala abone bo'lib qo'ysanglar, bulan narxlarni ham zo'r skidga etib beramiz. 2.400 ming so'm. Do'konimizga kelasizlar, 200 ming so'mdan oyna to'lab olsanglar bo'ladi. Liboy xo'jalik, Liboy adam döşep biladi. Bizani gilamlarimizni hozirgi kunda eng zo'rlaridan ham. Naqpul masalan endi har xil xo'jaliklar bo'ladi. 2.400 ming so'm. Sirazi beriski odamlar uchun kelib turib, qarz olsanglar ham bo'laveradi. Narx-navo o'zgarmaydi. Xudo xolasa. Bizlar ham nechalik ko'p klientlarimizga satsak, shunchalik o'zlarimizga foyda bo'ladi. Savdo bo'lsin, bo'lmasin, har oy to'lab turgan odamlar ham bor. Shuni hisobına bertibmiz. 3 metre 7 metre saçaklı ko'zali gilam. Bu g'ollarımızdan xudo xolasa qo'ldan kelgancha baholarni tushirib arzon etib berishga harakat etamiz. O'zi asli 4200, eng kami 4 sotish kerak edi. 3600 ming so'mga ko'p beramiz. 300 ming so'mdan to'layverasizlar, xudo xolasa. Do'konimizga kelasizlar, 300 ming so'mdan shu gilamni xarid etib ketaverasizlar. Kelinglar, ishlaringizni bitirib beramiz, xudo xolasa. Har oy ustida o'tirib, duo qilib o'tirsanglar bo'ldi, xudo xolasa. Her pul to'lagan vaqtimizda. Qaranglar, 3 metre 5 metrlik gilam. Sifatlari zo'r, bemalol yuvib siqib ishlataverasizlar. Bahosini ham zo'r, arzon chiqqan. 1,5 million so'm ishi turishi. Qaranglar, ipak gilam. Ibellar ham chekma bo'ladi, sifatlar ham zo'r. Bemalol yuvib siqib ishlataverasizlar. Yonboshida ko'chasi ham bor. Narxi 1,5 million so'm. Do'konimizga kelasizlar, oylik to'lov 125 ming so'mdan to'lab shu gilamni olsanglar bo'ladi-da. Durishini qaranglar, vobshim sifati zo'r. 1,5 million so'mni xolanam 12 oyda to'lasanglar bo'ladi. 125 ming so'mdan to'layverasizlar. Vobshim zo'r konkret o'zlarimiz. Keyin bunda yana arzonroqlari bor. Bu xolamimiz ham bahosi arzonroq, xudo xolasa. 900 ming so'm, 75 ming so'mdan to'laysizlar. 1 gilam olsanglar, 10 g'ola olsanglar 750 dan to'laysizlar. Endi ko'p rayonlarda xonalarni ham ullatadilar-ku. Bularni hamma o'lchamidan bor. 8 metr, 9 metr, 10 metr, 12 metr, 13 metr, necha metr desanglar ham bor. Musofirda ko'rib
Tomosha qilib turgan klientlarimiz ham xudo xolasa telefon qilaversin, qo'ldan kelganicha ular ham dostavka etib beramiz. Bo'lib beramiz. Pasportni berasizda, har oy bo'lib o'zlarimizga Rossiyadan turib o'tirib o'tiraverasiz, krikalqari. Yayba. Bunda yana ham qalin qollarimiz bor. Bu yerda assortiment ko'p. Qalingini olaman desanglar ham, masalan, zo'rini olaman desanglar ham arzon narxda beramiz. Yana 200 ming so'mdan to'laysiz. Bu g'oli 75 dan tushib turadi bu. 200 ming so'mdan to'laysiz. Agar günini bo'laman desang ham, arzima ham puldan tushib turibdi, kunlik to'lov. Har kun bir cheta tashab borsanglar ham Liboy xo'jalik olib biladi. Ferozakaz moviy svet. 2 million 400 ming so'm. Durusuna qaranglar, vashim chiroyli, hozirgi remontlar emas. Hozir ishini ferozakaz svet atib turibdilar-ku. Mebel olsang ham ferozakaz svet, divorlar ham ferozakaz svet. G'oldan ferozakazdan döşiysen, vashim chiroyli bogatida o'tiradi. 200 ming so'mdan to'laysiz mana. Oylik to'lov 2 million 400 ming so'm. Bir 20-30 yilda to'lamaysiz. Xudo xolasa, oy yil o'tib yotibdi. Mana 200 ming so'mdan kelib turib, oylik to'lov olib ketsanglar ham bo'laveradi. Ko'p odam savol berib turibdi bizlarga. Masalan, 2 million 400 ga g'olni oldim. 3 oy to'ladim 600 ming so'm. Astatsiyadan qaytalanadi. Qilganini dedi, pul keldi, lükçe to'lab bersam bo'lam dedi. Bemalol to'lasanglar bo'ladi. Bu kredit emas, banka aralashmaydi. Xalasangiz 2 oydan keyin ham to'lab ketaverasiz. Narx-navolar o'zgarmaydi. Kelishildimi? Tamam. 12 oydan ham shu, 6 oydan ham shu. Yayver. Qizilni yaxshi ko'radigan klientlarimiz uchun qizil svetlardan ham bor. Ish qilib, variantlar ko'p. Do'konimizga kelinglar. Xudo xolasa, baholarni zo'r, chiroyli, arzon narxda qilib beraveramiz.